Suzoq rayonining Almalobuloq qishlog'ida yer ko'chki sodir bo'ldi. Soat 18:00 atrofida rayonning bosh uchastkasidagi taxminan 1,600,000 kub metr yer ko'chkisi bo'lib, 6 turar joyni va 14 yoshli bolani bosib qolgan. Ko'chki ostida qolgan o'smir hali ham bedarak bo'lmoqda. Qidiruv ishlari davom etmoqda. Favqulodda holatlar ministrligidan ma'lum qilinishicha, yarim soat avval 17:30 atrofida Almalobuloq qishlog'ining Uchchat yaylovida 100,000 kub metr yer ko'chki bo'lib, bir uyni bosib qolgan. Qidiruv ishlari davom etmoqda. Unga 4 qutqaruvchi, Favqulodda holatlar ministrligining qutqaruv otryadidan 22 qutqaruvchi chiqqan. Voqeada jabrlangan aholiga yordam ko'rsatish maqsadida shifokorlarning 2 brigadasi xizmat qilmoqda. Qo'shimcha qilib o'tsak, yer ko'chkisi bosib qolgan turar joy egalariga 1994-yili suvda va yer uchastkalari berilgan. Qozog'iston 2016-yil davomida Qirg'izistonga 218 million kilovatt-soat elektr energiyasini eksport qiladi. Hozirgi kungacha 53 million kilovatt berildi. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabarladi. Bu to'g'risida Sumruk Energo kompaniyasining boshqarmasi to'rag'asi Almasadam Satqaliyev bildirdi. Satqaliyevning so'zlariga ko'ra, elektr energiyasining 1 kilovatt-soati 9 tengadan sotiladi. Milliy valyuta bilan hisoblanganda bu 1 so'm 85 tiyinni tashkil qiladi. To'xtog'il suv omborida suvning tanqisligi sababli Qirg'iziston so'nggi 2 yildan buyon import elektr energiyasini olishga majbur bo'lmoqda. Bolalar va qariyalar uyini bir binoga joylashtirish kerak. Bunday fikrni parlament yig'inida deputat Mahabat Mavliyanova bildirgan. Bu yo'l bilan ular bir-biriga yordam bo'lib, mehribonlik qiladi, deydi xalq vakili. Biroq tahlilchilar bunday yo'l bilan holatni yaxshilab bo'lmasligini aytmoqda. Uning o'rniga foster tizimni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidlashmoqda. Shunda bolalarga to'liq sharoit tuziladi degan fikrni aytishadi. Batafsil muxbirimiz bayon qiladi. Jo'g'ri kengash yig'inida deputat Mahabat Mavliyanova mehribonlik va qariyalar uyini bir yerda bo'lishni taklif qildi. Agarda ular bir yerda birga yashashsa, bir-biriga qo'llov ko'rsatib, mehrga bo'lgan intizorliklari to'liqlanar edi. Shuningdek, ruhiy tomondan ham yordam berish mumkin, deb qo'shimcha qildi xalq vakili. Bizde qarilar uyi жана жетимдер үчүн үйлөр бар. Алар шаардын ар башка бурчтарында. Жетим балдарга камкордук жана мээрим керек. Ал эми улгайган адамдар өз мээримин кимдир бирөөгө бериши керек. Балдар үйү менен карылар үйүнүн бириктирилиши дүйнөлүк практика. Балдар чоң апа жана чоң аталуу болушат. Мен биздин өкмөткө үстүбүздөгү жылда жок дегенде биринчи пилоттук долбоорду колдонуп көрүүнү сунуштагым келет. Hozirda bunday sharoitda ish olib borayotgan O'sh shahrida Bo'rikerdagi uy internati bor. U yerda qariyalar va bolalar bir uyda kun kechirib, bir-biriga yordam berib turishadi. Bolalar uyida tarbiya olayotgan Slava u yerdagi katta yoshdagilarni bobo va buvisiday ko'radi. Qariyalar sog'ligi nochorligi sabab ularning harakatlanishida bolalar yordam berishadi. Qariyalar ham bolalardan mehrlardan yashmaydi. Bizga yordam beradi. Ne narsa qilib berishadi. Bir narsalarni bozordan olib kelib bersak olib kelib beradi, kerakli narsalarni. Banaga qo'shib yetkazib qo'ysak yetkazib qo'yadi. Uncha kirlarni jayib qo'yishadi, o'zlari hech kim yo'q bo'lsa. Shunda yaxshi. Bari qizlar bolalarimiz yaxshi o'qishadi, o'quvlari yaxshi, o'rta yaxshi o'qiganlar bor. Maktabga borganimizda yaxshi bor deb, kelganimizda yaxshi keldingmi deb, yaxshi balalar olib keldingmi deb nima qilishadi, kelganimizda xabar olib turishadi. Pensiyasidan o'shan o'z tegile deb nima qilib berib turishadi, yaxshi baho oldingmi deb saboqlarimizga yordam berishadi. Bilmagan narsa o'zga yordam berib turishadi. 2004-yilda tuzilgan O'sh shahar Bo'rikerdagi uy internati shahar meriyasi tomonidan ta'minlanadi. Hozirda 27 nafar qariya va shuncha bolalar bor. Bolalar va qariyalar bir yerda yashashi yaxshi, lekin ularni bir-biriga o'rgatish uchun ko'p vaqt talab qilinadi. Бирок өтө көп иштеш керек бул жерде. Себеби ата-энелер деле, ушу кара-картаңдар деле көбүнчө өзүнүн балдарына туура тарбиялап берип алгандар бар. Ошондой эле бала көрбөгөндөр бар. Балдар болсо көчөдөн келген балдар бар. Булардын үстүнөн дагы өтө көп иштеш керек дагы. Мамилени түзгөндө жардам бериш керек. Булар менен мына бизде социалдык кызматкер бар, ошондой эле психологдор бар. Мына өзүбүздөгү бүт бардыгыбыз чогуу буларды бири-бирине өтө жакын болгонго биз көмөктөшүп турабыз да. Tahlilchilar esa bolalar va qariyalarni bir yerda bo'lishi ijobiy natija bermaydi degan fikrda. Sababi bolalar uchun hech kim o'z ota-onasiday bo'la olmaydi. Ballarga cho'ng ota, cho'ng opadan o'zining opasi bo'lish kerak-da.
Meni oyimcha atен болгон жакшы болмок. Эми балдар үйү менен карыялар үйүнө жыйнаштырып бир кылып койсо, все равно алар бирөөнүн колунда да, аны сезет да балачы. Ал эми чужой чоң адамдардын колундамын деп психологически таасир этет да бул. Психикасы бузулат балдардычы. Tahlilchilar bolalar uyini foster tizimiga o'tkazish kerakligini qo'shimcha qilishadi. Mazkur tizimda bolalar oilalarga berilsa, ular uchun sharoitlar tuzilar edi. Majnun Ulug'bek qizi Ermik Muratbek o'g'li Aybek Bedelbekov, Intimaq. Jo'g'org'i Kengash Urkunning 100 va Qirg'iziston mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan jazo o'tayotgan 3374 fuqaroga amnistiya berish bo'yicha qonun loyihasini jamoat muhokamasiga qo'ydi. Loyihaga ko'ra 5 yil muddatgacha birinchi marta sudlangan, voyaga yetmagan o'smirlar, 60 yoshdan yuqori erkaklar, 55 yoshdan oshgan ayollar va birinchi-ikkinchi guruh nogironlari, 2 nafardan kam bo'lmagan voyaga yetmagan bolalari yoki birinchi va ikkinchi guruhdagi nogiron farzandlari bor oilalar yolg'iz boquvchi bo'lib sanalgan odamlar, xavfli bo'lmagan va mayda jinoyatlar uchun sudlanganlar ozod qilinishi mumkin. Bundan tashqari qonun jazo muddatini yotoq qamoqxonalarda o'tayotgan sudlanganlarning yarmiga, ataylab jinoyat qilganlari uchun 10 yil muddatgacha ozodlikdan mahrum qilinganlarning 3dan biriga, 15 yilgacha muddatga sudlanganlarning 4dan biriga va voyaga yetmaganlarning yarmiga ham tegishli bo'ladi. Xitoy tomonining tashabbusi bilan To'rg'art avtoyo'li va Erkashtam avtoyo'li bekatlari 30-apreldan 2-maygacha vaqtincha yopiladi. Bu haqda Davlat chegara xizmatidan bildirildi. Chegara Xitoy Xalq Respublikasidagi mehnat kunini nishonlash sababli yopildi. Fuqarolarni avtomashinalar va yuklarni o'tkazish 3-maydan boshlanadi. Gretsiyaning Lesbos orolida muhojirlar bilan politsiya xodimlari orasida kelishmovchilik bo'ldi. Tartibsizlik oroldagi muhojirlarni ortga qaytarish sababli yuz bergan. Ularning noroziligi ortib, tartib soqchilari bilan to'qnashuvgacha sabab bo'ldi. Gretsiyaning Lesbos orolida ommaviy tartibsizlik yuzaga keldi. Yuzlab odamlar to'siqlarni buzib, chiqindi soladigan qutilarga o't qo'yib, politsiya bilan nizolashishgacha yetib bordi. Tartibsizlik orolga Gretsiya va Niderlandiya muhojirlarning ishi bo'yicha bosh vazir tashrif buyurgan vaqtda yuzaga keldi. Ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizlik yosh o'smirlar tomonidan amalga oshirilgan. Hozirda holat og'irlashib borayotgan vaqt lager yashovchilarining asosiy qismini ayollar bilan yosh bolalar tashkil etadi. Norozilik yuzaga kelishiga muhojirlar kelgan joylariga qayta qaytarish ishi bo'lgan. Yangi ko'rib chiqilayotgan shartnomada Ankara avval kirishi taqiqlangan muhojirlarni qabul qilishga rozi bo'lgani aytilmoqda.